Polshadan atkazi borlar bu dokumentni nimaligini biladi va bu pechatni yaxshi tanlaydi. Mana bu Polsha vizasidan atkaz. O'qishga topshirgan D kategoriya Polshadan atkaz. Sanjar talabam menga iyun oyida yozdilar. Opa Polshadan atkazim bor, Latviyaga magistraturaga topshirsak, viza atkaz olmaymanmi deb. Yo'q, qo'rqmang, ular rol o'ynamaydi. Speakingiz yaxshi bo'lsa, til sertifikatingiz bo'lsa, bo'ldi dedim. Ishni boshladik va menga kuni kecha rasm tashadilar. Sanjar 26 yoshli talabam. Latviya vizasini oldilar, Polsha atkazlariga qaramasdan. Xavotir olmanglar, o'rtoqlar. Sizda Polsha yoki Italiyadan o'qishga topshirib viza atkazingiz bo'lsa, xoh Amerika, xoh Kanadadan hattoki, chunki Amerika, Kanadadan atkaz olgan talabalarim ham bor va bu yoqqa Latviyaga bemalol vizani olib kelganlar. Ingliz tilidan til sertifikatingiz va ingliz tili speakingiz zo'r bo'lsa, xavotir olmang. Bizni xoh частный, xoh xususiy, xoh top mintaliga kirgan universitetga bemalol topshirib vizalarimizni olamiz. O'rtoqlar, demak deadline 15-noyabrgacha top mintaliga kirgan universitetga 1-dekabrgacha biz Eka University частныйga topshira olamiz siz bilan. Menga yozinglar direktdan, birgalikda o'qishga topshiramiz.